Ekstremal sport muxlislari uchun ajoyib yangilik. O'zbekiston Respublikasi mudofaasiga ko'maklashuvchi vatanparvar tashkiloti joriy yilning 21-22 fevral kunlari Jarqo'rg'on tumanidagi Qizilmozor moto so'qmoqlarida motokross bo'yicha o'tkaziladigan O'zbekiston chempionati va birinchiligining dastlabki bosqich musobaqalariga taklif etadi. Bahslarda Qoraqalpog'iston Respublikasi, Toshkent shahri va viloyatlardan 130 nafardan ortiq sportchilar ishtirok etishi kutilmoqda. Musobaqa jadvaliga ko'ra 21 fevral kuni soat 12:30 da O'zbekiston chempionati doirasida 18 yoshgacha bo'lgan yoshlar 65, 85, 120 cm kub hajmli mototsikllarda, 22 fevral kuni soat 10:00 da esa O'zbekiston birinchiligi uchun 18 yoshdan yuqori bo'lgan sportchilar 350, 500 va 750 cm kub hajmli mototsikllarda o'z mahoratlarini namoyish etishadi. Qizg'in va murosasiz sport bellashuvlariga marhamat.